Rasmlar chiqdi, boshqa chiqdi. Ular ham Alashpirayt ham ro'zadan keyin O'zbekistonda turnir qilaman deyapti. Katta turnir qilaman deyishyapti. Xudo xohlasa ham qanday vaqt ko'rsatadi. Ikkalamiz ham menejerimiz bitta bemalol gaplashamiz. Kuni kecha UFC jangchisi Shara Bulut Toshkentga tashrif buyurdi. UFC jangchisi Shara Bulut Mangu ligasining mehmoni bo'ladi. Bu press konferensiya davomida o'zbekistonlik UFC jangchisi Nursulton Ro'zboyev bilan jang qilishini, agar jang tashkillashtirilsa, albatta oktagonga chiqishini ma'lum qilgandi. Bu vaqtda Nursulton Ro'zboyev ham o'zining tayyor ekanligini bugun ertalab Instagram tarmog'i orqali ma'lum qildi. Marhamat, batafsil videoni tomosha qiling. Uydagilaringiz naqd pul olishi uchun siz ham naqd pul yuborishingiz shart emas. Shuni bilarmidingiz? Uydan chiqmagan holatda Yubormobil ilovasini yuklab oling va yaqinlaringizga AQSh dollaridan naqd pul o'tkazmalarini amalga oshiring. Sizning kartangizdan rubl yechib olinadi. Uydagilaringizga esa AQSh dollaridan naqd pul bo'lib boradi. Hoziroq Yubormobil ilovasini yuklab oling va qulayliklaridan bahramand bo'ling. Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar, tuzimsizlar, charchamaysizlarmi? Kecha Shara Buletni videosini, hozir gapirgan videosini ko'pchilik tashladi, atmetki qildi. Bu zo'r, qiziq, o'zimga ham qiziq kurash. Xudo xolasa qanday vaqt ko'rsatadi. Ikkalamiz ham menejerimiz bitta bemalol gaplashilsa, xudo xolasa zo'r bo'ladi nasib bo'lsa. Bundan oldin bilsanglar, yaqinda Adesanya bilan ham shunaqa grappling to'g'risida Alashpiraytda bo'ladi degan rasmlar chiqdi, boshqa chiqdi. Ular ham Alashpirayt ham ro'zadan keyin O'zbekistonda turnir qilaman deyapti. Katta turnir qilaman deyishyapti. Endi bular ham xudo xolasa menejerlarimiz bilan gaplashib, ular bilan ham gaplashsa, bu suhbatga ham rosa qiziq. Ikkovi suhbatga ham rosa qiziq. Nimaga desanglar, ikkalasi ham UFC'da nomi bor. Adesanyani bilasizlar, endi Shara Buletni ham nomi bor, bilasizlar. Xudo xolasa shunga qarab ro'zadan keyinga tayyorgarlik ko'ramiz, nasib. Sog' bo'linglar.